Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Korxonamiz Osiyo Import xo'jalik kuyasiga qarshi kurashish uchun feromon tutqichlar ishlab chiqaradi. Mana shu feromon tutqichlarni bizning orqamizda turgan Ajva do'koniga berganmiz. Hozir qanaqa ishlayotganini, ular natijasini ko'rsatamiz sizlarga. Aziz yurtdoshlar, bu Ajva do'koni xurmolar va undan tashqari quritilgan mevalar va boshqa mahsulotlar, shokoladlar bilan savdo qiladi. Bu do'konda xo'jalik kuyasi bo'lishi tabiiy, sababi har bir quritilgan mevalarning atrofida, un, don mahsulotlarning atrofida xo'jalik kuyasi bo'ladi. Mana shu xo'jalik kuyasidan qutulish uchun mahsulotlarni xaridorlarga top-toza holatda yetkazish uchun mana bizga murojaat qilishdi. Biz ularga xo'jalik kuyasi feromon tutqichini berdik. Mana bu tutqichimizni 2 haftadagi natijasi. Ya'ni 2 haftada mana ikkita tomoni buni shu xo'jalik kuyasi bilan to'lgan. Bu mahsulotimiz oddiy ko'rinishga ega, ko'rayotganingizdek kleyli qog'oz, uycha va dispenserdan iborat bo'ladi. Bu mahsulotimiz ekologik toza, bezarar vosita hisoblanadi. Faqat xo'jalik kuyasiga qarshi kurash sifatida ishlatiladi. Bundan faqat do'konlarda, shuningdek har bitta xonadon o'zining uyida ham ishlatsa bo'ladi. Omborxonalarga, oshxonalarga qo'yilsa maqsadiga muvofiq bo'ladi. Shu mahsulotimizni lozim bo'ladigan bo'lsa, pastki tugma orqali ariza qoldirishingiz mumkin.